Sinfdoshim, sirdoshim, 10 yillikdir yo'ldoshim deyishadi. Maktabda birga o'qigan qadrdonlar hayotning eng yaqinlar. To'y sohibasi, Gulchira opamiz sinfdoshlari, qadrdonlari, dugonalar, do'stlar bugun to'yimizda aziz mehmonlari bo'lib o'tirishdi. Men davraga Gulchira opamiz sinfdoshlari, Sayyor opamni taklif qilar ekanman. Sinfdoshlar birgalikda tabriklab qo'yasizlar. Chiroyli qarshi chalib qo'yamiz. Sayyor opa xush ko'rdik. Assalomu alaykum. Keling tabriklab qo'yamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Mana shu davraga yig'ilgan aziz mehmonlar va mezbonlar, kechamizni sababchilari bo'lmish Muhammad Alijon va Zilolaxonlardir. Mana shu fursatdan foydalanib, ikkala yoshga uzoq umr, baxt saodat tilayman. Baxtli bo'lsin, vali-juvali bo'lib, kelasi yilga beshik to'ylariga kelaylik. Dugonajon, farzandlaringni rohatini ko'rib yashaydi. Baxtli bo'lsin. Rahmat. Sayyor rahmat, sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Keyingi yil Xudo xolasa, shu xonadonda Diyor akam Gulchira opamning nevaralarini to'ylarida yana sinfdoshlarning nomidan chiqib muborakbod etish nasib etsin. Rahmat, sog' bo'ling. Men endi muzikasiga qarzdorman, hozir bitta tabrik e'lon qilaman, keyin davom etamiz. Rahmat, sog' bo'linglar. Ana endi hurmatli mehmonlar, men bugungi to'yimizning eng avj pallasida. Bu oqshomning asosiy tabrigi dunyodagi ulug' zotlar, onalarni tabriklarini e'lon qilaman. Sababi mehmonlarimiz borligida. Mezbonlarimiz iltimos qildilarki, onalar farzandlarini muborakbod etib qo'ysin. Dunyoda ulug' zotlar, onalar har doim yaratgandan yurtga tinchlik, oilalariga xotirjamlik, farzandlariga baxt va kamol so'rab duo qiladilar. Bugun yer yuzidagi onalarning qatorida eng baxtlilari shubhasiz kelin-kuyovlarimiz Muhammad Ali, Zilolaxonlarning volidalari Gulchira opamiz, Ra'noxon opalarimiz. Men baxtli onalarni davraga taklif qilar ekanman. Gulchira opa, Ra'no opamlarni davraga taklif qiling. Mehmonlarni guvohligida farzandlarini tabriklab qo'yinglar. Chiroq ustalari yorug'likni beringlar. Onajonlar farzandlarini tabriklab qo'yishadi. Onani hurmat qiling. Ko'nglida g'am bo'lmasin. Ko'ngliga g'ashlik tushib, ko'zlari nam bo'lmasin. Rasvoyi olam bo'lib, hijol o'tida yoqmang, jondan aziz boshlari el aro pas bo'lmasin. Onani o'zga bilib hech qachon sir saqlamang, oqibat bir kun kelib, ona mulzam bo'lmasin. Doimo birga yuruvchi otayam kam bo'lmasin. Assalomu alaykum, hurmatli opajonlar, men yonimga kelinglar. To'ylar muborak bo'lsin. Biringlarga kelin, biringlarga kuyov muborak bo'lsin. To'y yumushlar bilan ozgina charchagansizlar, tabassum yetishmayapti. Kulib turinglar, yetkazganiga shukur deb tabriklab qo'yamiz. Ana endi Gulchira opa, bu dunyoda hammamiz mehmonmiz lekin Ra'no opam, Xudo xola to'yimiz aziz mehmonlar, siz ruxsat bersiz, men mikrofonni birinchi bo'lib ularga tutsam. Maylimi? Marhamat. Bugun kuyovim bo'lmish Muhammad Alijon, bugundan e'tiboran o'g'lim bo'lmish qizim Zilolaxon. Nikoh kechasiga yig'ilgan ekanmiz. Mashda o'tirgan barcha mehmonlarga rahmat. Bularga baxt, saodat, shular nomidan, hamma nomidan baxt, saodat. Umrlari asr kabi bo'lsin, hayotlari asal kabi shirin bo'lsin. Mana shu Xudo bilan bularni rohatlarini ko'rib o'taylik. Baxtli bo'linglar. Assalomu alaykum, hurmatli uzoq yaqindan kelgan mehmonlar va mezbonlar. Mana bugun men o'g'lim Muhammad Alijon va kelinim Zilolaxonlarning nikoh va baxt kechalarida o'tirar ekanmiz. Bu ikkalagi yoshga uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Ikkalalari baxtli bo'lsin. Sog' bo'lsin. Mening baxtimga e'tiborlaringiz uchun rahmat. Bu qarsaklarimiz onajonlar uchun. Ana endi hurmatli opajonlar, sizlar men yonimda turasizlar. Men davraga sizlarning farzandlaringlar kelin-kuyovlarni taklif qilaman. Kelin-kuyovlarimizni guvohlarni iltimos, yoshlarni
volidalarni yonlariga taklif qiling. Chiroyli guldastalarni mehmonlarning guvohligida onajonlarga taqdim etib qo'yishsin. Bugungi to'yimizni eng go'zal daqiqalari niyat qilinglar. Har kim mana shunday to'ylarga yetkazsin. Yaqinroq kelamiz hurmatli kelin-kuyovlar. Yana ham yaqinroq kelamiz. Yana ham shu joyda to'xtab turamiz. Hurmat bo'lishi uchun hozir Zilola kelin boshamiz. Onajonlarga 3 ta chiroyli kelin salomga hadya qilib qo'yinglar. Niyat qilib qarshi chalib turamiz. Zilola tayyormiz boshladik. Onajonlar qabul qilinglar. Ko'p yashang. Baxtli bo'linglar. Qo'sha qaranglar. Qarshi chalib qo'yamiz. Zilolaxon rahmat, baxtli bo'linglar. Rahmat. Ana endi Zilolaxon, onajonlar to'xtab turasizlar. Zilolaxon, ana endi Muhammad Ali bugundan boshlab sizga bir umrlik umr yo'ldosh. Oilangizni qo'rg'oni, uyga non olib keladigan kuyov to'lagan 3 ta chiroyli kelin salomni hadya qilib qo'yasiz. Niyat qilib yigitlar qarshi chalib turamiz. Muhammad Ali to'ylar muborak bo'lsin. Sarpolar muborak. Balandroq chalinglar qarshi hurmatli mehmonlar. Balandroq, yana ham balandroq. Ko'p yashang Zilolaxon, rahmat. Qo'sha qaringlar, rahmat. Ana endi guldastani topshiramiz faqat navbat bilan hurmatli kelin-kuyovlar. Muhammad Ali, oila boshlig'i doim siz bo'lasiz. Shuning uchun birinchi bo'lib qo'lingizda chiroyli guldastalarni ranapamlarga siz taqdim eting. Yana ozgina qarshi chalib berasizlar hurmatli mehmonlar. Rahmat to'ylar muborak bo'lsin. Rahmat joyimizga turamiz. Hali endi Zilolaxon kelib boshamiz. Bu chiroy oyijonlarga guldastalarni taqdim etar ekanlar. Qarsiyna ham yeysizlar. Gulchiroy ham kelinlar muborak bo'lsin. Muhammad Ali, Zilolaxon rahmat. Ana endi hurmatli onajonlar, bugungi baxtli kundan oilaviy albomga esdalik uchun chiroyli fonda suratga tushib olamiz. Demak, bunday qilamiz. Ranapa o'g'illarning yonlariga turib oladilar, Gulchiroy opa siz qizingiz yonlariga o'tib olasiz. Paparazzilar demak bugungi oqshomni tarixga muhrlab qo'yishadi. Foto sessiya boshlandi. Yosh bolalarni olib turinglar, hurmatli ota-onalar. Yosh bolalarni olib turinglar. Yetishmayapti, tabassum qilyapti onajonlar. Bugun baxtli kun. To'yxona, murodxona deyishadi hurmatli mehmonlar. Yurtdosh bo'lsin, niyat qilamiz hammamiz. Har kim uyida to'y bo'lsin, har kim farzandlari kamolga yetsin, o'g'illari kuyov qizlari kelib bo'lsin. Demak, kelin-kuyovlarga ruxsat beramiz. Muhammad Ali, Zilolaxon rahmat. Ikkita ona qo'llarida guldasta bilan suratga tushib qo'yishadi. Gulchiroy opa, qizingiz bilan yonma-yon turib suratga tushib qo'yasiz. Hurmatli onaxonlar, opa-singillar, tez kunda o'g'il uylantiraman, qiz uzataman degan niyat qilganlar, onalarning guldastalarini qo'llaridan olishga harakat qilinglar. Keyingi to'y sizlarnikida bo'ladi. Bardoqlar suratga tushib rahmat. Juda chiroyli. Niyat qilish kerak, hurmatli mehmonlar. Bugun niyat qilinadigan kun. Bugun diydorlashuv onlari, bugun bayram, bugun xursandchilik yetkazganiga shukr. Beringlar guldastalarni niyat qilganlarga, olinglar guldastalarni. Ranapami gullarini ham olinglar. Yo'qmi to'y qiladiganlar? Otmaring kimdir ilvaradan ko'plar. Sog' bo'linglar. Gulchiroy opa meni yonimga kelasizlar. Askirab qoldilar opa. Kelinglar, oxirlab qoldi. To'ylar muborak bo'lsin yana bir bor. Farzandlaringlar baxtli bo'lsin. To'yxonada, murodxonada hurmatli onajonlar, sizlar niyat qildinglar. Biz niyat qildik, mehmonlar niyat qilishdi. Ilohim niyatlarga farishtalar amin desin. Farzandlaringlar baxtli bo'lsin. Keyingi shu paytda Alloh o'g'ilmi, qizmi yaxshi nevara bersin u yana to'y qilinglar. Ana endi to'yxonada, murodxonada Gulchiroy opa niyat qilib, keyingi yil Xudo xolasa Xudam bilan beshik to'ylarni qilamiz deb ranapamlarni davraga taklif qiling. Men davraga meros guruhini taklif qiling. Onajonlar o'ynasin. Baxti davlat boshimdagi toj, ki alanga yangrar dil xiroj. Baxti davlat
ikkinchi taomni dasturxonga tortib etishga yoqimli ishlagan tamaddixonimiz men hozir kelin-kuyovlarimizni o'zlarini bir ajoyib kafkascha raqslari bilan muborakbod etish uchun yigitlar, ukalarimiz, kuyovlarimiz tomonidan tashrif buyurganlar. Men davraga Qorabog' guruhini taklif qilaman. O'sha kafkascha bir raqslarni qoyil maqom qilib ijro etishadi. Kelin-kuyovlarga bir tabriklar sifatida. Yigitlar, tayyormisizlar? Agar tayyor bo'lsanglar, biz davraga Qorabog' guruhini davraga taklif qilamiz. Ajoyib. Bolajonlar chetroq chiqib turasizlar. Sabab bo'lmalar juda ham bir azart bilan raqsga tushgan yigitlar. Marhamat, marhamat, tayyor bo'lsanglar.
egalari Jamshidjonni iltimoslariga binoan tashrif buyurgan o'zbek milliy estradasi iste'dodli ijodkorlaridan Botir Qodirovning shogirdlari Shuhratjonni men davraga taklif qilaman. Chiroyli qo'shiqlar bilan kelin-kuyovlarni, bularning ota-onalarini, qolaversa sizlarni aziz mehmonlarimiz, yurtdoshlarni bugungi shodiyona bilan muborakbod etalar. Shuhratjon, marhamat, keling. Avvalambor assalomu alaykum. Ushbu fayzli to'xonaga tashrif buyurgan mehmonlar, xush kelibsizlar deymiz. 2 yoshga baxt tilaymiz, kuyov bola baxtli bo'ling iloyim. Yig'ilgan barcha mehmonlar nomidan baxt tilaymiz, kuyov jo'ralar nomidan baxt tilaymiz, shaxsan Jamshid akam nomidan baxt tilaymiz. Qolaversa, hurmat qilib chaqirgan mana shu xonadonga mingdan rahmat deymiz, chunki juda yaqin akamiz bo'ladi. Shu kelinimizning pochchalari, shu akalarim nomidan baxt tilayman. Endi hozir 2 qator bo'lsa ham Jamshid akam boya so'radilar. Aytib beraman, shuni aytib beray, keyin shu qo'shiqlarga taklif qilamiz. Qo'shiqlar aytyapman jonimni qiynab. Qo'shiqlar aytyapman jonimni qiynab, kuyov jo'ralar ortimdan kulib qolmasa, tanamda jonim bor ekan, jonli aytaman, jonsiz qo'shiqlarga kunim qolmasin. Jonsiz qo'shiqlarga kunim qolmasin dov. Yonimda kuyov jo'ralar bo'lsa yonimda kuyov jo'ralar bo'lsa bas kuylayman xalqim sizga har nafas. Kuyov jo'ra, sizlar hammaning kuyov jo'ralarmi? Ovoz berib qo'yinglar kuyov jo'ralar. To'y-to'yga o'xshadi. Qo'shiqlar vaqti kelib, ermakka aylangan zamon, ko'chaga chiqsak hammani og'zida kuylangan zamon, beyma'no lablarda kuylangan ravon, jonsiz qo'shiqlarga kunim qolmasin. Kunim qolmasin davla. Mayli qilsam xato, yaylisam biroz. Mayli qilsam xato, yaylisam biroz, o'ynoqi jonimga to'lib ketibdi ehtiros. 2 yosh baxtli bo'lsin deganlar, qarsaylar chalib turing sizdan iltimos, 2 yoshli baxt uchun. Guldiroz qarsay chalib qo'yinglar iltimos. Endi qarsay chalaylik, shapaymas. Guldiroz qarsay chalaylik 2 yoshli baxt uchun. Baxtli bo'ling, kuyov bo'ling. Sog' bo'ling. Shu qo'shiqlarda davom etamiz, qo'shiqlarimiz faqat sizlar uchun.